Chempionlar Ligasi 2025-26-yilgi play-off bosqichini gaplashamiz. Qur'a tashlandi, juftliklar chiqdi va ochig'i bu bosqichning o'zi finalga o'xshab ketyapti. Bu yerda endi hazil yo'q, yutqazgan chamadonlarni yig'ishtirish katta tayyorgarligini ko'raversin. Demak, birinchi juftlik Dortmund Atalanta. Bu juftlikni men pressing derbisi deyman. Ikkalasi ham yuguradi, bosadi, dam bermaydi. Bu o'yinda 90 daqiqa ichida futbolchilar fitness zalga bormasa ham bo'ladi. Ikkinchi juftlik Olympiakos Bayer. Bu yerda esa gap bitta. Bayer tez, Olympiakos esa uyda juda ham kuchli. Gretsiyada o'ynash oson emas. Muxlislar stadionda 16-odam bo'lib bosim qiladi. Bayer qog'ozda kuchli. Uchinchi juftlik Brugge Atletico. Bu juftlik eng zirkarli o'yin qilishiga shubha yo'q, chunki Atletico avtobus qo'yadi. Brugge esa ochishga harakat qiladi. Bu o'yinda kimdir gol urib olsa bo'ldi, hamma himoyaga yotib olishga tayyor. To'rtinchi juftlik Galatasaray Juventus. Mana bu haqiqiy psixologik urush. Turkiyada o'ynash nerv bilan o'ynash degani. Galatasaray muxlislari baqirsa, hatto VARni ham adashtirib qo'yadi. Juventus tajribali, lekin Galatasaray uyda boshqa jamoa. Bu yerda hamma narsa bo'lishi mumkin. Beshinchi juftlik Monaco PSG. Bu esa Fransiyachidagi mini final. Yulduzlar, yoshlar, tezlik, pul, shou. PSG Monaco. PSG yutishi kerak deb o'ylaysiz, lekin Monaco shunaqa jamoaki katta jamoalarni yiqitishni juda yaxshi ko'radi. 6-juftlik Qorabog' Newcastle. Mana bu yerda ham qiziq holat. Newcastle Premier Liga kuchini olib keladigan jamoa, lekin Qorabog' Yevropada tajribali. Hamma Newcastle deydi, lekin Qorabog' uyda ko'p gigantlarni yig'ratgan. Bu o'yin underdog uchun imkoniyat. 7-juftlik Bodo Glimt va Inter. Norvegiyada sovuq, Inter esa issiq Italiyadan keladi. Bu o'yinda Interga maydon emas, ob-havo ham raqib bo'ladi. Inter favorit, lekin Bodo Glimt uyda juda noqulay jamoa. Manchester City'da nima qilganini ko'rdingiz. 8-juftlik Benfica Real Madrid. Mana eng katta bomba. Real qirollar, tarix, yulduzlar bilan kelsa ham Benfica yoshlik, tezlik, pressing. To'xtaymiz. Oxirgi o'yinda Benfica Realni nima qilganini ko'rdingiz. Hatto darvozabon ham gol urdi. Bu juftlikda nom Real, lekin forma hozircha Benfica tomonda. Xullas do'stlar, bu play-offda kichkina jamoa ham gigantni yiqitadi. Bitta penalti butun mavsumni yo'q qilib yuborishi mumkin. Bu bosqichda ism ishlamaydi, pul ishlamaydi, faqat xarakter ishlaydi. Kim bu bosqichdan o'tsa, endi u shunchaki jamoa emas, chempionlikka real da'vogar hisoblanadi. Agar sizga shunaqangi tahlillar yoqsa, like bosing, obuna bo'ling. Keyingi o'yindan keyin yana issiq sharh bilan kelaman. Bizdan uzoqlashmang.